Assalomu alaykum. Navbatdagi buyurtmamiz 13-mikrorayonga o'rnatib berdik. Kirish qismiga shunaqa shinamgina mebel o'rnatib berdik. Mebelni remontga moslash maqsadida tilla ranglardan ko'proq ishlatganmiz. Pastki qismiga esa oyoq kiyim qo'yish uchun polkalar va skriptor ruchkalardan foydalanganmiz. Bu tomonga oshxona mebellarini o'rnatib berdik. Oshxonamizni fasad qismiga Turkiya akrilidan ishlatganmiz. Korpusi va stolesnitsasi Rossiyani Ultradekor kompaniyasinikini ishlatganmiz. Zifler kompaniyasining gaz plitasi va dimoxodini o'rnatib berganmiz. Podsvetka uchun sensor datchik o'rnatib berganmiz, shu ko'rinishda ishlaydi. Bu tomonga katta idishlar uchun penal yasalgan. Bu katta ochiq joy nimaga deb hayron bo'lishingiz mumkin. Bu joy mebelning ichiga kiradigan duxovka va mikrovalnovka uchun qoldirilgan. Ishimizga izohlarda 1 dan 10 gacha baho bering va yaqinlarga yuboring.